Mening ismim Davron. Yo'q, Davron Qodirovich. Chunki men bugundan odamlarning o'rnida boshliqman. Shuning uchun erta turdim. To'g'rirog'i onamning tanbihi va duolari bo'lmaganda bunday qila olmasdim. Yoshligimda ikki xil odamlar bor deb o'ylardim. Boylar va kambag'allar. Va men boy oilada tug'ilganman. Lekin oxirgi paytlarda qarashlarim o'zgargan. Insonlar boylar va kambag'allarga emas, omadli va omadsizlarga ajraladi. Omadlilar hayot mohiyatini anglaganlardir. Ular eng muhimi pul emas, yaxshilik ekanligini, eng qimmati bu inson ekanligini bilishadi. Shunday ekan yaxshilik qilib yashash kerak. Yaxshilik qilar ekanman, demak men omadliman. Bu esa men Charles. Menimcha insonlar ikki toifaga bo'linishadi. Yaxshi va yomon. Oyim doim shunaqa deydilar. Hayotdagi shiorim orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas. Bilasizmi, men insonlarga yaxshilik ulashishni yaxshi ko'raman. Ha, aytgancha, bugun men uchun juda muhim kun. Shunga tayyorlanyapman. Institutni yaqinda bitirdim. Lekin ishlamasam bo'lmaydi. Dugonam Ra'no bilan suhbatga ketyapmiz. Bilasizmi, agar suhbatda o'tsak, ikkalamiz ham ishga qabul qilinamiz. Ey Xudoyim, iltimos, ish qilib ikkalamiz ham ishga qabul qilinaylik. Chiroyli. Men gullarni judayam yaxshi ko'raman. Chunki gullar kayfiyatimni ko'taradi. Salom, bu men, Ra'no. Bilasizmi, hayotda insonlar ikki turga bo'linadi. O'zini o'ylaydigan insonlar va o'zligini unutib, o'zgalarni o'ylaydigan insonlar. Siz qaysi biriga kirasiz? Men hayotdagi shiorim insondan faqat yaxshilik qoladi. Qo'ldan kelgancha barchaga yaxshilik qiling. Bu hayot g'animat, ertaga kech bo'lishi mumkin. Ha, aytgancha, men hozir hayajon ila yangi ishga ketyapman. Omad tilang. Salom. Qalisan, zo'r yaxshi. Ulguramizmi ish qilib? Ozgina qoldi. Menga qara. Senga sovg'am bor. Mana ham senga sovg'am bor. Yo'q, 1, 2, 3. Voy. Bir xil braslet olibmiz bu. Qara, nima qilamiz? Agar mabodo ishga qabul qilinsak, shu brasletdan taqib beramiz. Iloyim o'rta, ikkalamiz ham ishga kirib ketaylik. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Amin. Samarxon asliga, nasliga deydi. Adasi qanaqa edi, bolasi qanaqa bo'lardi? Bilmadim.